Xo'p, birinchi variant byudjetni 2004-yilda ishlab chiqarilgan Nexia birimiz. Mashinamiz splashnoy kraskadan yakında chiqqan. Motor bilan ikkisini bir remont etib, ikkala kuzov bilan motorni. Qatmashin tayyor. 4 yumshoq balon qo'yilgan, mashina propanda. Salon qismlarini ko'rishlaringiz mumkin. Mashina umuman ishi yo'q, sababi motor bilan kuzovi remont bo'lgan. Tayyor narsa, narxini 33 million so'm bo'lsa beramiz. Oksvet, zaynab churib oqib turgan yerlari yo'q. Motorlar ham chotki, bemalol o'zingizdan usta bilan kelib tekshirib olaverasizlar. Keyingisi yana bir zo'r variant. 2010-yil mashin 200 ming kilometr yurgan. Do'stlar, 200 ming yurgan. 200 ming kilometr yurgan Nexia-miz. Mashinning kraskasi родной. Даже bir marta zaynlar ishlangan emas, ozgina chiqqan joy bor. Ko'rdingizmi? Mazi. Mashina metanda, balonlarning holati o'rtacha. Mashina prostoy, rol gidrolika. Do'stlar, mashinamiz donus motor. 2010-yil. Mashinani naqd pul sotib olaman desangizlar 54 million so'm beramiz. Avtokredit asb olamanda dogovor beriladi bu mashin. Eldan 30 millionni berasizlar, 63 million so'm hisoblab beriladi. 6 oy muddati eldan 30 ni berasizlar, xohlasanızlar qolgan 33 millionni 6 oy davomida bo'lib bersangizlar ham bo'ladi. Xohlasanızlar 6 oydan keyin bir butun etib bersangizlar ham bo'ladi. Buni o'zlaringizni o'ng'aylaringizdan, sharoitlaringizdan kelib chiqib tanlayverasizlar. Xo'p, keyingisi 2015-yilda ishlab chiqarilgan Beast Matizimiz, kraskasi родной, 4 yumshoq balon metan ustanovka bo'lgan. Mashinaning motor hadoylari zakonli, probeg 100 mingdan ozroq oshgan, 100 ming yurib turibdi. Narxi 45 million so'm. Mashina egadan. Keyingisi do'stlar, damozlarimiz. Bu 2022-yil 89 ming probeg, kraska родной, metan gaz balonlar bor. Zadniy maskorovkalar zakonli, ovozi yo'q. Narxi 75 million so'm. Keyingisi 2023-yil 27 ming probeg, yumshoq balon, metan gaz ham mo'jizlar bor. Ishlar ham polnisti döşalgan. Akkuratli narsadir, mana ko'rishlaringiz mumkin. Pakiza zo'r minganlar mashinani. Narxi 93 million so'm. Egadan bor. Xo'p. Keyingisi Matiz 2017-yil. Mashinamiz splashnoy kraska, lekin kantashiyada ham biri eld arkalari butun kantashiyada turibdi. Yumshoq balon qo'yilgan, metan gaz ustanovka bo'lgan. Mashinning ozroq ishi bor, bir mehr berib ashey, yuvib chotkat bombani. Motor hadoylarida ish yo'q. Zo'r variantda do'stlar, qaranglar. Eldindan bu mashinani 3 million so'm bilan qo'yverdik. Hozirda 6 million so'm bilan meni ketib bilasizlar, sababi bankning grafiki ozgina qimmatladi. Shuning uchun 6 million kelasizlar, общий meni ketsangizlar bo'ladi. Avtokredit etib, agar naqd pul sotib olaman desangizlar, mashinamizni 33 million so'm beramiz. 2017-yil bu do'stlar. Meni ben 30 dan pullara satsa bo'ladi. Bilasizlar, 2009-10dan ham hozir 30 million so'mdan kamina petrollar yo'q. Shuning uchun zo'r variant edi. Xo'p, keyingisini yana bir zo'r variantimiz 2013-yil 170 ming yurgan. Kraskasi bir krelosunda bor. Metan yumshoq balon ustanovka bo'lgan. Qo'yilgan. Ikkinchi pozitsiya mashina, chexol poliklari bor. Bu mashinaning narxini sizlarga 83 million so'm beramiz. Mashinaning motor hadoylari zakonli, umuman ish yo'q, bemalol kelib tekshirib olaverasizlar. Narxini yana bir eslatib o'taman, 83 million so'm. Zo'r variantda mashinalar ko'rdingizlar. 1, 2, 3, 4 dona dim shikalant variant mashinalar turibdi do'stlar. Bemalol kelib xarid qilib ketaverasizlar. Xo'p, keyingisi 2015-yil. Mashina 180 ming kilometr yurgan, kraskasi bir krelosunda bor. Yumshoq balon qo'yilgan, balonlari top-toza, metan gazli ustanovka bo'lgan. Kengi duvarang bo'ldi, shuning uchun mashinani changib qotdi. Narxi 65 million so'm. Keyingisi 2011-yil. Mashina kuzovi 2012, kraskasi zaynlar ishlangan, eshikning taglari zaynlar ishlangan. Yumshoq balonlar qo'yilgan, metan ustanovka bo'lgan mashina Sonus. Do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin.
Polux. Maşında umuman işi yok. Zəng çıxıb durğan yeri. Bir motor tərəfində umuman işi yok. Narxı 54 milyon son. Üstündə 1 som yarım som gəlişəmiz. Duruşuna qaranla. Akkuratlı, çötkü. Baxasam yaman emas, çötkü narxda tutdu. 54 milyon. Xo'p, keyingisi Jack M3 2023 yıl 20 ming probeg yurgan. Krassiya Radnoy 120lik maşına. Xo'p, 120lik metan ustanovka bol. Bu o'ziniki. Oq svetda Jack M3. Narxı 200 milyon son. Bir Gendra'nın pulunda. Keyingisi 98 yıl. Maşında propan gazı var. Balonları yaman emas. Pultlar amba işləyirlər. Hop. Qaranglar, bu maşını sizlərə 13 milyon olsa verəmiz. Keyingisi Ege'dən Tico'muz 2001 yıl. Maşın benzinde. Narxına gələri 21 milyonda kol koydu dostlar. Geçsəyizlə prema yesini çarp verəmiz. Üstündə sol dolaşıq arasıda. Ege'lərini, maşınlarını Ege'lərə ait narxda koyamız. Hop, keyingisi 2019 yılda işləb çıxarılan Niva Urban 160 min yürüyən Krassiya Radnoy 4 yumuşaq balon qoyulğan dişçesinə qaranlar. Paroklar arkasında göstərin. Həm özləri tayar gördünüzlər. Metan qazla ustanovka bolğan rastladık kondisioner həm özləri işləyir. Tonirovka ruxsatnaması var. Maşın umuman işi yox. Bir damcı krassiyasam yox. Narxı 115 milyon sonuna azalıq gəliş bərəmiz. Hop, keyingisi 2013 yıl Niva. Maşın balonların protektörləri çotki, adli diskelərə. Bu maşınımıza propan gaz ustanovka olan 2013 dekabr. Probeg 93 bin kilometr yürüyen. Narxı 90 milyon son olsa bərlər. Geçsənizlə Ege'sini çarpıb bərəmiz. Üstündə soğuda boladı dostlar. Üstündə soğuda təvərəsilə. Bam yəni ki. Hop, keyingisi 2012 yılda işləb çıxarılan Captiva'mız. Maşınımız 168 bin kilometr yürüyen. Krassiyaları Radnoy tekşirtirib alıb arasında benzində. Balonlarla protektörünə qaranlar. 20'lik disk balonlar. Yeni kaptı dostlar. Bunu adını videoya taşa bərəmə. Narxı 170 milyon son. Hop, keyingisi Nexia 1 2011 yıl. Maşınımızın Krassiyası Radnoy 86 bin probeg yürüyen. Balonlarını götürsülər. Özləri maşın benzində. Akkuratlı, idealni holatda tutdu maşın. Zəng-pəng yox. Narxı 75 milyon bolsa bərilərdir. Bolad onca. Gerçi olan yeri yox. Bolad onca 75 milyon. Keyingisi 2011 yıl işləb çıxarılan Captiva'mız. Maşınımıza metan qaz ustanovka olan Krassiyası. Eşik krel kapotunda var. Özünün diskelərində. Lükləri var. Maşın 2.4'lik motor, mexanik korobka. Motorları aptol yemiydi tekşirib alasla az qana işi vardır. Yuvub sirib, darabər şey çok gedib. Narxam zor narxda durdu, 110 milyon son. Hop, keyingisi 2023 yıl Shot spravka 0 probeg. Salonlar niçkən olsa şunun uydurdu. Style variant, abiz tormozları var. Paketlərsə maytafolları var. Narxı 155 milyon olsa bərlər. Hop, keyingisi avtokreditlə Alkiyadan çıxdı dostlar. Bu maşınımız avtokreditdə plus 25 milyonlardan çıxardı. Alet dolar 4,5 milyonlardan gələrdi. Hop, ben tərəfdəki avtokreditlərini Alkiyadan çıxdı. Bəndə özü yox əməkən. Hop, 2018 yılda işləb çıxarılan Spark'ımız. Maşın 105 min yürüyen Krassiya Radnoy.
Yumşaq balon metan qaz ustanovka bo'lgan. Yaxşısından çexol polik, Mers rolla qo'yilgan. Magical pultlari bor. Tayyor narsa, do'shna qaranglar. Sostenance ideal, narxi 90 million so'm. Naqd pula 1,5 so'm kelishlar. Hop. Cobalt mexanik korobka 2019-yil. Mashina 113 ming yurgan. Kraskasi kapotunda bor. Krelinde bor, kapotuna shunday kusok kraska o'tgan joyi bor. Tekshirtirib olasizlar. 4 yumshoq balon metan gazli ustanovka bo'lgan. Salon qismini ko'rishingiz mumkin. Narxi 115 million so'm. Naqd pula 1 so'm kelishadi. Xo'p, keyingisi do'stlar 2023-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobka Cobalt'imiz. Diska balonlar 17lik. Mashina propan gaz ustanovka bo'lgan. Yurgan kilometrini ko'rishingiz mumkin. 50.222 kilometr yurgan. Motor yaxshisidan polik. Narxini sırası aytib o'tishdaman 138 million so'm. Avtokreditda 13 million so'mga kelsangizda chiqarib beramiz. Oylik to'lov 4 million 200 ming so'mdan keladi. Hop. Keyingisi 2020-yil mexanik korobka Cobalt'imiz. Mashinamizda avtomatning diskalari qo'yilgan. Tonirovka ruxsatnomalari bor. Yurganini ko'rishingiz mumkin. Sonları akkuratni jikay svetda. Mashinaning narxini naqd pula 125 million so'm bo'lsa beramiz. Avtokreditda 35 millionlar bilan chiqadi. Oylik to'lov 3 million 400 ming so'mdan keladi. Keyingisi yana mexanik korobka 2019-yil 76 ming probeg yurgan. Kraska Radnoy 4 yumshoq balon qo'yilgan. Balonlari paket. Metan gazli ustanovka bo'lgan. Buferlar nima o'ziniki krilman. Mashina dumzo'r minganlar, yana do'stlar. Yurganini ko'rishingiz mumkin. 76.517 kilometr yurgan. Narxi 130 million so'm. Avtokreditda 35 millionlar bilan chiqadi. Oylik to'lov 3 million 300 dan keladi. Xo'p, keyingisi Bam mexanik korobka 2020-yil 51 ming kilometr yurgan. Kraska Radnoy yumshoq balon qo'yilgan. Mashina benzinda. Xo'p, yurganini ko'rishingiz mumkin. Narxi 130 million so'm. Hop, keyingisi shot spravka. Bam zo'r narxda qaranglar. Shot spravka salondan chiqqanlar uchun bo'lgan style variant Cobalt'imiz 40 kilometr yurgan. Urganchdan to'g'ri gap turtib bag'atadi. Gördüğünüzden 40 kilometr yurt turibdi. Paket narsa narxini eshitamiz 153 million 500 ming so'm pul bo'lsa beramiz. Avtokreditda 20-22 millionlar bilan chiqadi. Oylik to'lovim 4,5 milliondan keladi. Keyingisi 2018-yil avtomat korobka Bizluk variant Raman avtomat. Bu Amerikanga Optra faralar qo'yilgan, yumshoq balonlar qo'yilgan, metan gazli ustanovka bo'lgan pokoleniya. Sonlarni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Narxi naqd pula 120 million so'm beriladi. Avtokreditda 15-16 millionlar bilan chiqadi. Oylik to'lovim 4,5 millionlardan 3 yilga. Keyingisi 2012-yil 1.8 mexanika kraskasi Radnoy. Kraskasi Radnoy, mashina 160 ming yurgan. 4 dona archa balon, sakadisilar, görtuslar, Optra stock faralar qo'yilgan. Mashina polностью yukkalada qilgan, gurishitli ikki tarafdan chiqarilgan, ikkisi ham ishlaydi. 908 Magical pol, paneli, shumka, обшивка кожа, чехол polik, pneumatofon, head-up display, hidroregistrator, hamma o'zlari bor. Tayyor narsa, idealniy. Narxi 90 million so'm. Naqd pula 1,5 so'm yashirib beramiz. Avtokreditda 35 million bilan chiqadi, oylik to'lov 3600 ming so'mdan keladi. Xo'p, do'stlar, bir diğer mashinani kreditlarini aytmoqchi bo'lsam, telefon urib so'rab olishlaringiz mumkin. Qiziq bo'ladigan bo'lsa, ham yana bir 7-8 dona mashina bor.
Ulan ham xudo xolasa keyinroq kelsa video zo'ratib qo'yaman. O'tgan kun nima bo'ldi-ku, gechda chang oldi-ku, qaranglar. Hali bu yuvilmadi, bu yuvib keldik yana. Aytchagim mo'kaga gitdi mashinalar. Xudo xolasa kavom mashinalarga ham vaqtam yana bir video atib qo'yaman. Telefon nomerlari yana bir eslatib o'taman. 99lik 030 1998 99lik 947 0468 94lik 116 44 11. Shu nomerlarga telefon bemalol Bog'ot avtomarketga kelaverasizlar. Manzilimiz Bog'otning Gaisini deyib turibdi. Urtex Optom gilamining yonida. Kelaverasizlar, hamma eshitib qolamiz.